Assalomu alaykum barchaga. Keyingi darsga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Germaniyaga ishga topshirganda suhbat jarayonida berilishi mumkin bo'lgan savollar haqida gaplashamiz. O'tgan darsda sizlarga suhbatni umumiy ketma-ketligini, mazmunini, qanaqa bo'lishini tushuntirdim. Ana endi taxminiy savollar haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizlarga bugun top 15 ta savolni yig'ib kelganman. Kompaniya tomonidan sizga berilishi mumkin bo'lgan birinchi suhbatda va siz kompaniyaga berishingiz mumkin bo'lgan savollar ham bu yerda bor. E'tibor bersanglar, darslarda men hamma narsani oddiy tilda o'zimizni dehqonchasiga tushuntirishga, ortiqcha formalliksiz, ortiqcha rasmiyatchiliksiz tushuntirishga harakat qilyapman. O'ylaymanki tushunarli bo'lyapti. Agar nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, nimadir noaniq bo'lgan bo'lsa, yozib so'ranglar. Guruh bor, bemalol yozishingiz mumkin. Bu suhbatlar jiddiy, ya'ni bironta kompaniya sizga suhbatga taklif qilgan bo'lsa, buni o'zi aslida katta qadam va bu katta qadamdan keyin imkoniyatni qo'yib olmaslik kerak va unga jiddiy tayyorlanish kerak. Bu juda ham muhim. Men bilaman ko'pchilikning miyasi hali bu narsaga ko'nikolmayapti. Ya'ni bunchalik suhbatga tayyorlan, hujjat tayyorla, shuncha bosh og'riq, ishga oladigan odam shunchaki olib qo'yaversa bo'lmaydimi degan savollar xayolingizda bor. Bu narsa meni ham boshimdan o'tgan. Germaniyada bo'lib turib, o'zim ham qattiq stressga tushganman. 200 talab, 300 talab joyga topshirib, 30 talab, 40 talab intervyulardan yiqilib, keyin tushunib yetganman, ha, bu normal narsa, Germaniyada shunaqa bo'lar ekan deganman. Shuning uchun ham bu narsaga siz O'zbekistondagi hayotda Germaniyaga ko'chilyapsizmi? Bu narsaga tayyor bo'ling, buni norma deb qabul qiling va yaxshilab tayyorlaning. Kechagina guruhda kimdir yozdi, 3 marta intervyudan yiqildim. Nimaga o'zi e'tibor bermayapman deb yozdi kimdir. Mana shu narsalarga aynan. Ya'ni savollarga to'g'ri tayyorlanish, o'zingizni to'g'ri ko'rsatishingiz, nemislar sizdan nima xohlayotganini bilishingiz kerak va shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Bu juda ham muhim chunki. Xo'p, men savollarni ikki xil ko'rinishda tayyorladim. Bittasi prezentatsiya, shunaqa rangli, vizual jihatdan bir ko'zga hamma narsani ajratib, bo'limlarga bo'lib, mana shunaqa holatda, va ikkinchisi shunchaki xuddi o'sha savollar oddiy tekst PDF ko'rinishida. Ikkalasida ham savollar bir xil, ketma-ketligi ham, yozilishi ham, tarjimasi ham, javoblari ham. Ikkita faylni ham mana shu videoni ostida qoldiraman. Kirib, qaysi biri sizga yoqsa, qaysi biri ma'qul bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bo'lmasa bir chekkadan boshladik. Ish intervyusi paytidagi savollar 50 talab, 100 talab spiska qilsa bo'ladi, lekin men eng top 15 tasini saralab oldim. Sababi ortiqcha endi sizlarning boshinglarni ham og'ritib yuborib, bilmadim, miyanglarni achitib olmaslik uchun eng mashhur top 15 tasini ajratib oldim. Umumiy 70-80% shunaqa savollar tushadi. Yana qo'shimcha savollar ham bo'lishi mumkin. Ularga endi nemis tilini bilasiz, o'zingizdan kelib chiqib, mana shunaqa hozir suhbatni psixologiyasini tushunib olgandan keyin o'zingizdan kelib chiqib ham javob beraverasiz. Bundan tashqari, bu hozir umumiy savollar, bundan tashqari deylik texnik, kasbingizga aloqador savollar ham bo'lib qolishi mumkin. Bu endi har bitta kasb egasini va kasbini o'ziga bog'liq. Har bitta kasbga to'xtalib o'talmaymiz. Deylik, shifokorsiz, tish doktorisiz, dasturchisiz, elektriksiz, yoki mana shu birinchi suhbatni o'zida yoki alohida qilib turib, balki ishingizdan ham savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, intervyu jarayonini ketma-ketligini o'tgan darsda ham tushuntirgan edim. Hamma qanday ketma-ketlikda bo'lishini va savollar ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda tayyorlangan. Ya'ni o'zingizni tanishtirish, motivatsiyangiz, sizni ishga bo'lgan va kompaniya haqida gaplashiladi. Shaxsiy qobiliyatlaringiz, talantlaringiz, xarakteringiz haqida ham albatta savol bo'ladi. Ish jarayoni haqida ular sizga tushuntiradi, siz o'zingiz ham so'rashingiz mumkin. Ba'zi bir yana qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Mana shu hozir oxirida o'zingiz ham kompaniyadan so'rashingiz mumkin bo'lgan narsalarni yana bir bor tushuntiraman. Shu joyda e'tiborli bo'linglar. Shu mana kompaniyani tanishtiradi suhbatning boshida, har qanday suhbatda. Siz endi savol tayyorlab qo'ygan bo'lasiz-ku kompaniyaga. O'sha ular o'zini tanishtirayotgan paytda berilgan ma'lumotlarni bersa, yana qaytarib shuni so'rab qo'ymaslik kerak. Ya'ni siz 5 ta savol tayyorlab qo'yuvdingiz. Kompaniyaga beraman suhbat davomida deb. Deylik, ular o'zini tanishtirayotgan paytda mana kompaniya haqida
уже ikkita savolingizga javob berdi. Siz so'ramoqchi bo'lgan ikkita savolga javob oldingiz уже ular kompaniyasini tanishtirganda. Shuning uchun diqqat bilan eshitib o'tirish kerak. Уже o'sha berilgan ma'lumot haqida savol so'ramang. Yoningizda spiskada qog'ozda yozib qo'yasiz baribir savollarni. Bo'ldi, ustidan chizib qo'yavering. Mana shularni so'ramayman, o'sha javob berdi deb. Yoki savol berayotganingizda, men masalan ish jarayoni haqida so'ramoqchi edim, lekin sizlar allaqachon bu narsani tushuntirib o'tib ketdinglar. Zo'r, yaxshi, ma'qul bo'ldi. Уже bu savolga o'rin yo'q deb aytib ketsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib shu joylarga e'tibor berasizlar. Xo'p, suhbatni boshi albatta eng birinchi ular o'zini kompaniyasini tanishtirib, ma'lumot berib, siz bilan suhbat qilayotgan odam o'zini vazifalarini aytadi. Masalan, men bu kompaniyada bo'lim boshliqiman, menejerman yoki o'sha отдел kadr HR deyiladi. HR man deydi. Va kompaniya haqida tushuntirib, keyin siz o'zingizni tanishtirishingiz bilan boshlanadi har qanday suhbat. Mana bu savol 100% so'raladigan savol. Ya'ni erzählen Sie etwas über sich selbst. O'zingiz haqida qisqacha tushuntiring. Ya'ni kimsiz, nimasiz, qayerdansiz, nima qilyapsiz? Mana shunaqa savol bo'ladi. Bu yerda masalan qisqacha qilib yozib qo'yganman savolni, lekin buni kengroq javob berish mumkin. Ya'ni Guten Tag, mein Name ist Sardorbeck zum Beispiel. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Usbekistan. Ich habe Schule oder Universität als Bauingenieur abgeschlossen, masalan quruvchi injener sifatida, und lerne intensiv Deutsch. Okay, arbeite ich gerade als Bauingenieur in Golden House, masalan Golden House'da quruvchi injener bo'lib ishlayman yoki nima kasb bo'lsangiz shuni aytishingiz mumkin. Mana shunaqa bu misol tariqasida berilgan. Endi bu umumiy javob. Savolni tushundingiz. Bu aniq beriladigan savol. Men bu yerda umumiy qilib qisqagina javob berganman, chunki to'liq bu yerga savolni javobni yozib chiqsam hamma o'ziga buni kopyalab tashlaydi-da, hammaniki bir xil shablon bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bu savolni qanaqa to'liq qilishimiz mumkin? Rezyume tayyorlash, motivatsion xat yozish darslarida men sizlarga sun'iy intellekt haqida tanishtirgan edim, to'g'rimi? Qanaqa foydalanishni. Shunchaki Google ga kirib turib, mana Gemini dan foydalaninglar. Kimdir ChatGPT, kimdir Gemini. Mana men bu yerga shunchaki Gemini deb yozasiz, Google Gemini chiqib keladi. Kirasizda eng yaxshi oson usuli mana. Men bitta kandidatga Lebenslauf va motivatsion xat tayyorlab berganman. Siz ham bu agar kursda qatnashayotgan bo'lsangiz, uje tepada bu suhbatga tayyorlanish videolaridan oldin o'zingizga Lebenslauf va motivatsion xat tayyorlagan bo'lishingiz kerak 100%. Eng oson yo'li shu yerga o'zingizni o'sha motivatsion xatingizni, boyagi ish o'rniga jo'natgan motivatsion xatingiz va Lebenslaufingizni jo'natasiz va yozasiz. Bu yerda o'zimning motivatsion xat va Lebenslaufimni yuboryapman. Men ish suhbatiga taklif oldim. Erzählen Sie etwas über sich selbst. Ushbu savolga men uchun moslab chiroyli tanishtiruv matnini yozib ber deb sun'iy intellektga bersangiz, sizni ortiqcha boshingizni og'ritmasdan, ortiqcha vaqtingizni ketkazmasdan, aynan sizga moslab chiroyli mana shunaqa tanishtiruv nutqini yozib beradi. Agar Lebenslauf yoki anshirabni tashlamasangiz ham bu yerga o'zingiz o'tirib erinmasdan yozib chiqsangiz bo'ladi. Salom, masalan, mening ismim Sardor, familiyam Sardorbek. O'zbekistonda yashayman. Hozir deylik quruvchi injener bo'lib, mana bu firmada ishlayman. Yoshim 30 da. Men unaqa masalan rus, ingliz, nemis, o'zbek tilida gaplasha olaman. Hozir nemis tilini darsga o'rganyapman. Mana universitetni bitirganman deb o'zingiz haqingizda to'liq tushuntirib yozib chiqsangiz ham yanada yaxshi bo'ladi. Ya'ni nemislar sizga o'zingni tanishtir degan savolga birinchi o'zbek tilida yozib olasizda, shuni sun'iy intellektga ma'lumotlarni berib turib, mana shundan kelib chiqib men uchun tanishtiruv matnini yozib ber desangiz, u sizga chiroyli qilib mana shunaqa savolga to'liq qilib aynan sizga moslab matnni yozib beradi. Foydalaninglar sun'iy intellektdan. Yomon joyi yo'q. Bu xuddi nima deydi, kalkulyatorday narsa. Hisob kitob qilish uchun uni kitob daftar olib ustun shaklda qo'shib ayirib o'tirish bor yoki shunchaki kalkulyatorda yozib foydalansa bo'ladi. Bo'ldi. Shundan foydalanish kerak. Ya'ni siz buni hozir deylik til tomonlama o'tirib, alohida buni yozib, shug'ullanib o'tirib ortiqcha vaqt sarflashingiz, ortiqcha energiya sarflash siz uchun. Siz uchun muhimi mana ishni topdingiz, suhbatdan o'tib borib ishlash. Mana bu yerda nemis tili, grammatikasi yoki bir literatura bilan shug'ullanishingiz yoki bir nima deydi, copywriting bilan shug'ullanishingiz kerak emas.
tez atrofingizdagi bor texnologiyalardan foydalanib shu suhbatdan o'tib tezroq harakat qilishingiz kerak. Bu yerda mana qisqa qilib yozib bergan von Bürgerbening studiert Germanistik, habe meinen Bachelorabschluss am Staatlichen Fremdspracheninstitut Andijon absolviert und arbeite seit über 10 Jahren als Lehrerin für Deutsch und English deb turib mana shunaqa aynan bu kandidatga moslab mana o'zi haqida yozib bergan. Bu yerda ketma-ketlikka ham sun'iy intellekt o'zi e'tibor beradi. Shart emas siz qanaqa, ya'ni birinchi o'zini ism familiya qanaqa tanishtirishi, keyin hozir nima qilayotgani, kelajakda nima qilmoqchiligi, hammasini ketma-ketlikda maqsadlari bilan chiroyli qilib yozib beradi. Mana shu narsadan albatta foydalaninglar va eng asosiysi suhbatdan oldin Lebenslaufinglar va motivatsion xatlarni yaxshilab o'qib, ma'nosini tushunib, u yerda nima yozgansizlar bilib qo'yinglar. Suhbat davomida undan ham so'raydi. Masalan, sen motivatsion xatingda mana bu joyda ishladim degan ekansan yoki mana unaqa narsa qila olaman degan ekansan. Shu haqida gapirib ber. Masalan, aytib qolish mumkin, sen deylik elektriksiz transformator yiqqanman degan ekansan. Shu haqida bir tushuntirib berasanmi? Qayerda transformator yiqqansan, qanday yiqqansan deb qolishi mumkin. Shuning uchun Lebenslaufda yozilgan narsalardan albatta o'zingizlar bilib tushunib qo'yinglar. Motivatsion xat ham xuddi shunaqa. Bu eng birinchi o'zingizni tanishtirishingiz mana. Buni nemischalab yozib, yaxshilab endi so'zma-so'z yodlab ana robotga o'xshab aytib bermanglar. Tam emotsiyalar bilan, harakatlar bilan nima deydi, jonli bo'lishga harakat qilinglar. Ana smerna bunday o'tirib olib turib tikka taqqa ana robotga o'xshab gapirib tashlamanglar. Sal emotsiya, ana gapirayotganingizda ham ohang chiqib tushishlarigacha e'tibor beringlar. Bu narsa kerak. O'zingizni erkin tuting. Xo'p, keyingi savol Ausbildung haqida bo'lgan, chunki men birinchi savol javoblarni Ausbildung va ishga tayyorlayotgan edim. O'sha paytda bu savollarning ichida qolib ketibdi. Warum möchten Sie Ihre Ausbildung in Deutschland machen? Nimaga Germaniyada Ausbildung qilmoqchisiz degan savol va uni qisqacha javobi. Endi Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Bu ham mashhur savollardan biri, ya'ni nima uchun aynan bu sohani tanlading? Bu ish suhbatida ham berilishi mumkin, Ausbildung suhbatida ham tushishi mumkin. Masalan, quruvchi injener bo'lsangiz, nimaga sen aynan quruvchilikni tanlading degan savol ham albatta bo'ladi mashhur savollarda. Ich habe mich schon immer für interessiert für masalan Bauingenieurwesen yoki Software Developer yoki als Arzt interessiert. Es macht mir große Freude, deshalb in diesem Beruf meine absolute Leidenschaft. Ko'rinishda bir qisqa qilib javob berishingiz mumkin. Mana bunaqa joylariga o'zingizlarni kasbinglar yoki sohanglarni yozib, masalan mana bu yerda o'zingizlarni isminglarni, yoshinglarni yozib o'zingizlarga moslashinglar mumkin. Va har bitta savolni boya mana bu yerda sun'iy intellektda ko'rsatganim kabi sun'iy intellektga berib, mana shu savolni menga moslashtirib javob yozib ber deb yozib olib albatta o'qib yaxshilab tushunib qo'yinglar, nemischasini ham, o'zbekchasini ham. 4-savol, warum möchten Sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Mana shu eng muhim hal qiladigan joylardan biri. Bu savol ham aniq 100% bo'ladi. Xuddi mana o'zingizni tanishtiring kabi 100% nima uchun bizni tanladingiz degan savol bo'ladi. Bu yerda ham bunga moslab qisqacha javob berilgan. Ich habe mich für Ihre Website informiert und war sehr beeindruckt von Ihrem Unternehmen yoki von Deutsche Bahn yoki von bilmem yana firmani nomini yozasiz. Ich bin überzeugt, dass ich hier sehr viel lernen und mich gut entwickeln kann. Bu qisqagina yozib tushuntirilgan javob. Buni keng qo'llanilishiga alohida tushuntiraman. Ya'ni hozir ishga, Ausbildungga va FSYga suhbat bo'lgandan keyin kompaniyani qanday izlanish, kompaniya haqida qanaqa qilib ma'lumot yig'ish ko'rsatiladi albatta. Ya'ni siz suhbatdan oldin qaysidir mana 200 ta joyga bevermin qildingiz. 200 ta kompaniyani hammasini o'rganib chiqish shart emas. 200 ta joyga bevermin hujjat jo'natganingizdan keyin qaysi kompaniya sizni suhbatga taklif qilsa, suhbatdan oldin o'sha kompaniyani olib hamma joydan izlab, Googledan, Instagramiga kirib ko'ring, LinkedIn platformalariga hamma joydan o'zini sayti bo'ladi asosan, saytiga kirib
u haqida ma'lumot olib, agar katta kompaniya bo'lsa, bironta filialiga topshirgan bo'lsangiz, aynan o'sha filialni o'rganib, o'sha filial haqida, kompaniya haqida faktlar yig'ib qo'ying. Nima ishlar qiladi, qanaqa proyektlar qilgan, aynan o'shandan kelib chiqib javob bersangiz yanada zo'r bo'ladi. Masalan, men ko'rdim, sizlarni kompaniyanglarda, deylik, masalan, mana bu yerda shunchaki qidiramiz. Bilmadim, yon atrofimda qanday kompaniya bo'lishi mumkin. Deylik, mana Davaso o'zim ishlagan. Men o'zim kompaniyam masalan, mana Davaso GmbH deb qidirasiz. Birinchi mana sayti chiqdi, darrov mana yerda anaqalari chiqdi, filiallari mana. Kirasiz o'zini birinchi saytiga, xohlagan eng kichkina firmagacha odatda sayti bo'ladi. Bu yerda mana har xil uni ma'lumotlari, Chukunov proyekti, mana proyektlari haqida, kompaniyani o'zi haqida ma'lumotlar bor. Kirib turib mana Uber Uns degan, masalan, biz haqimizda. Mana shu yerdan o'qib, kompaniya o'zi nima qiladi, mana 1350 ta metrobayt bor ekan, asosiy joy Leipzigda ekan, standart har xil filiallari bor ekan. Mana shunaqa ma'lumotlar berib qo'yadi. Shularni o'qib, tayyorlanib, bunda ham kerak bo'lsa sun'iy intellektga berib, men sizlarni firmanglarni haqida izlandim, mana bunaqa ishlar qilar ekansizlar, mana bunaqa proyektlar qilar ekansizlar, menga juda ham ma'qul bo'ldi. Mana shu ishlar yoqdi, men ham shu bilan shug'ullanmoqchiman deb javob berish kerak va bu juda ham siz uchun katta rol o'ynaydi. Bu boyagi savolni davomi, mana 5-si. Was wissen Sie über unsere Unternehmen? Bizni kompaniyamiz haqida nimalar bilasiz? Mana bu savolning ichida ham siz izlanib javob berishingiz mumkin. Bu yerda ham mana yozib qo'yganman o'zi. Kompaniya veb-saytini oxirigacha o'qing, LinkedIn yoki kununu.de saytlaridan topib, ularni sharhlari, kompaniya haqidagi ma'lumotlarni, mana missiya, qadriyatlar va oxirgi qilayotgan yangiliklari haqida albatta o'qib qo'ying deb yozib qo'yilgan. Shularni o'qib, bu savollarga tayyor bo'linglar. Mana shu ikkita savol 70-80% suhbat natijasini hal qiladi. Ming siz zo'r bo'ling, boshqa bo'ling, kompaniya haqida yaxshilab tanishmasdan, o'zi sizlar qanaqa kompaniya deylar yoki umuman bu kompaniya nima bilan shug'ullanishdan umuman bexabar holatda suhbatga kirsanglar, bo'ldi. Ularni qiziqishi so'nadi. Bu deydi, bir случайно bizga topshirgan, o'xshab qolsa kelib ishlaydi, ertaga ketib qolishi mumkin deydi. Ya'ni nemis ish beruvchilariga uzoqroq ularga qoladigan, ularning yonida o'sha yerda ishlaydigan, ertaga kelib turib 6 oy, 1 yildan keyin bo'shab ketadigan, bo'shab ketmaydigan odam kerak. Sadoqat kerak, ya'ni, va qiziqish kerak ularning ishiga. Bu juda ham muhim, chunki Germaniyada bitta odamni ishga olib, uni olib kelib ishlatib, kadr topish juda ham uzun, murakkab, qiyin narsa kompaniyalar uchun ham. Sizlar mana O'zbekistondan o'tirib ish qidirib qiynalib ketyapsizlar-ku, bular ham bir o'ziga mos, yaxshi, ketib qolmaydigan, ertaga bir proyekt o'rtada qolib ketmaydigan kadr topish qiyin. O'rtacha 5000 evroni sarflanadi bitta odam ishga tanlab, ishga olib kelib ishlatguncha statistika bor. O'rtacha 5000 evro sarflaydi har bitta kompaniya. Endi shuncha 5000 sarf qilib uni olib kelib ishga olgandan keyin ertaga 1 yildan keyin u ketaman desa yoki kelgandan keyin bir yaxshi tuzuk quruq ishlamasa, bu yana shu jarayonni takrorlash kerak. Ortiqcha rasxod, ortiqcha asab. Shuning uchun ularga bu narsa juda ham muhim. Shu narsani tushunish kerak. Keyingi savol, was sind ihre größte Stärken? Sizning eng bir kuchli tomoningiz, bir qobiliyatingiz nima degan savol ham bo'ladi tez-tez. Bu yerda ham o'zingizni kuchli va talantli tomonlaringizni bir ajratib, chiroyli qilib yozib tushuntirib berishingiz kerak. Masalan, men stresli holatlarda har doim ruh, ya'ni tinch qolaman va vaziyatga har doim optimal yoki logikal baho berib muammoni hal qilishga harakat qilaman. Yoki men juda ham kelishuvchan, hadeb agressiyaga bormaydigan, tortishmaydigan odamman. Buni ham endi juda ham maqtanmasa, masalan, chiroyli qilib, meni hamkasblarim yoki do'stlarim har doim aytadi, что men og'ir bosiq odamman, mana shunaqa tomonlarim kuchli, yoki organizatsiya qilishda men kuchliman. Biron narsani, proyektni, tadbirni yoki ishchilarni boshqarishda kuchli tomonim bor. O'ylanib o'tirmasdan bemalol ishlarni taqsimlab,
masalan kerakli odamni kerakli topshiriqqa belgilay olaman kabi o'zingizga bir moslab chiroyli matn yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi bu yerda ham. Keyingisi yana bitta eng mashhur savollardan bu was ist ihre größte Schwäche? Ya'ni yomon salbiy tomoningiz nima, ojiz tomoning nima degan savol ham bo'ladi. Bu yerda endi ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni shunaqa bir ojizmi, yomon tomoningizni aytishingiz kerak, lekin uni chiroyli qilib o'zingizni qadringizni, tsenностьingizni tushirmasdan aytib berishingiz kerak. Bu ham bir san'at. Bu ham bir qiyin narsa. Masalan, meni o'zim yozgan misol, masalan, nemis tilim mukammal emas. Tilim yaxshi emas, lekin men uni har kuni o'rganyapman. Ba'zida o'zimga nisbatan biroz besabrman. Bu ham masalan bir aytsa bo'ladigan narsa. Ya'ni besabrroqman, bitta ish tez qilishim kerak bo'ladi yoki nimadir ish qilishni o'yladimmi, bo'ldi, men uni qilishim kerak. Shuni qilmaguncha ko'nglim joyiga tushmaydi kabi qilib, ya'ni bu bunday olib qarasa o'zingizni yomon tomoningizni ko'rsatyapsiz, lekin sizga nimadir ish berilsa, uni joy-joyida qilib yuborishingizni, ya'ni o'zingizni yomon tomoningizni plyusga aylantirib aytib ketish ham yaxshi taktika hisoblanadi. Chunki hamma narsani darhol to'g'ri qilishni xohlayman. Yoki masalan, ich bin sehr perfektionist. Men juda ham perfeksionistman. Biron ishni juda ham chiroyli joy-joyda qilishim kerak. Agar shuni perfekt qilmasam, masalan, o'zim yomon his qilaman qilib ko'rinishida. Yoki shunaqaroq ish qilib o'zingizga bir chiroyli shunaqa yomon tomonni o'ylab topib bu haqida aytib berishingiz sizga katta plyusga o'ynaydi. Yana bitta eng mashhur savollardan biri, mana shu intervyuda menga juda ham ko'p tushgan, o'zimga ham men ish topguncha juda ko'p intervyular o'tganman. Wie gehen Sie mit Stress um? Ya'ni stressli, asabiy vaziyatlarda o'zingizni qanday tutasiz yoki qanday bu vaziyatdan chiqib ketasiz? Men stressli vaziyatlarda men xotirjamlikni saqlashga, vazifalarning muhimligiga qarab tartibga solishga harakat qilaman. Men o'zim uchun ro'yxat tuzib, ularni bosqichma-bosqich bajaraman. Eng standart chiroyli javoblardan biri. Buni mana nemischa varianti. In stressigen Situationen versuche ich ruhig zu bleiben und Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen. Ich mache mir eine Liste und arbeite Schritt für Schritt ab. Agar biron joyda ishlasangiz va o'zi biron bir hodisa bo'lgan bo'lsa, o'sha hodisa bilan aytib berish ham bu savolga javobni juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni shunaqa savol kelganda, siz stressli vaziyatda nima qilasiz deganda, men buni hayotimda bo'lgan bir voqea bilan aytib bersam tushunarliroq bo'ladi deb turib, masalan, men magazinda ishlardim, birdan mijozlar juda ham ko'payib ketdi. Biz masalan skidka, rasprodaja qilayotgandik, mijoz ko'payib ketdi, tartibsiz bo'lib ketdi. Shunaqa paytda men masalan eng birinchi qilgan ishim, deylik, mijozlarni bir navbatga tuzdim. Keyin bir chekkadan odamlardan sabrli bo'lishni to'lab, tez-tez ularni buyurtmalarini bajarib berishga harakat qildim. Yoki ofitsiant bo'lib ishlaganimda shunaqa stressli vaziyat bo'lgan, kelmay qolgan kimdir ishga, o'sha paytda ozgina ko'proq mehnat qilishga to'g'ri kelgan, lekin biz o'sha tinch qolgan holatda hech qanaqa urush baqir-chaqirsiz o'sha vaziyatdan chiqib ketganimiz kabi mana shunaqa bir hayotiy voqea bilan aytib bersangiz-ku, yanada zo'r bo'ladi. Aytish mumkin bo'lmagan narsa mana bu. Mana men hech qanday kamchiligim yo'q, men mukammalman deyish yoki yo'q hammasi yaxshi, men hamma narsani zo'r qilaman yoki menda umuman bunaqa bir muammo yo'q deb aytish noto'g'ri. Xohlagan odamda kamchilik bo'ladi, xatolik bo'ladi. Nemislar ham bu narsani biladi, tushunadi. Siz buni boyagiday o'zingiz kamchiligingizni aytib berishingiz ham ular anaqa qilmaydi. Tushunadi bu narsani va hammada borligini va undan ko'ra o'sha bironta o'zingizni kamchiligingizni aytib, uni boyagiday o'zingizga plyusga ishlaydigan qilib aytib berish yoki shunaqa kamchiligim bor, lekin men uni mana to'g'rilashga harakat qilyapman, ko'rinishida aytib berishingiz yaxshiroq bo'ladi. Nemislar uchun eng juda ham muhim narsalardan yana bittasi bu arbeiten Sie lieber im Team oder allein? Jamoada ishlash. Ya'ni har qanday ishxonada baribir team bo'ladi, kichkina bo'lsa ham 3-4 ta insondan iborat bo'lsa ham jamoa bo'ladi va ular Germaniyadagi eng katta muammo o'sha 3-4 ta jamoadan iborat odamlarni bir-biri bilan kelishib, tinch totuv ishlashi. O'sha kimdir bir agressiv, kimdir hadeb janjallashadigan, tortishaveradigan kimdir jamoaga tushib qolsa, o'sha yerdagi ish muhitini buzadi. Shuning uchun nemislar bu narsadan juda ham xavotir olishadi. Mingsiz masalan zo'r tajribaga ega bir
15 yillik tajribaga ega mutaxassissiz, tengingiz yo'q siz mutaxassis, lekin odamlar bilan kelisha olmaysiz. Har deganda tortishib, urushib qolaverasiz. Bo'ldi. Shu anavi tajriba ham sizni ishda olib qola olmaydi yoki sizga ish topib bera olmaydi. O'sha kelishib ishlash, fleksibel bo'lish bular uchun muhim. Shuning uchun ham bu narsa nemislarni juda ham qattiq qiziqtiradi. Bunga ham chiroyli qilib, masalan, mana men jamoada ishlashni juda yaxshi ko'raman, chunki u yerda bir-birini qo'llab-quvvatlash va bir-biridan o'rganish mumkin, lekin kerak bo'lganda vazifalarni mustaqil ravishda ham yaxshi bajara olaman. Ich arbeite sehr gerne im Team, da man sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen kann. Wenn es nötig ist, kann ich Aufgaben aber auch sehr gut selbstständig erledigen. Verantwortlich sein, ya'ni javobgarlik bo'la olaman, javobgarlikni bo'ynimga olaman kabi chiroyli qilib javob berish kerak. Bu joyda ham misol keltirib o'tsangiz zo'r bo'ladi. Masalan, men mana bu kompaniyada ishlaganimda biz jamoada 5 kishi edik. Masalan, juda ham yaxshi kelishardik. Men ulardan ko'p narsa o'rganganman. Hozirgacha aloqalarimiz bor, juda ham yaxshi aloqadamiz deb turib, yoki hozir uje ishlayotgan bo'lsangiz, hozir jamoada masalan biz 6 kishimiz yoki 3 kishimiz, 4 kishimiz va boyagiday stresli vaziyatlarda bir-birimizni qo'llab yoki kimdir kasal bo'lib qolsa, uni o'rniga ishlab, albatta bir-birimizni qo'llab, mana shunday ishlab kelyapmiz deb o'zbekchalab boyagi matnni tayyorlab, sun'iy intellekt bilan chiroyli qilib tarjima qilib tayyorlanib qo'ying. Ya'ni har bitta savolga shunaqa alohida tayyorlaning. Bu muhim, bu kerak. Erinmanglar, qochmanglar. Bu siz bo'lmaydi. Bu siz rostdan bo'lmaydi. Yana bitta muhim va mashhur savol: Wie reagieren Sie auf Kritik? Ya'ni sizni qilgan ishingizni yoki o'zingizni kritika qilishsa, siz bunga qanday qaraysiz? Bir ish qildingiz, sen buni qilmabsan, bunaqa qilishing kerak edi degan savol ham bo'ladi. Eng mashhur savollardan. Men konstruktiv tanqidni ijobiy qarayman. U menga xatolarimni ko'rishga va kelajakda o'zimni yaxshilashga yordam beradi. Ich sehe konstruktiv Kritik positiv. Sie hilft mir, meine Fehler zu erkennen und mich in Zukunft zu verbessern. Ya'ni shunga mana shuni o'zini aytsangiz ham bo'ladi yoki yana yoniga qo'shimcha qo'shsangiz bo'ladi. Tanqid bu albatta o'stiradi. To'g'ri, yaxshi tanqid men uchun foydali deb o'ylayman deb chiroyli qilib bu narsani ham tushuntirib ketish kerak. Endi ish jarayoni va o'sha joydagi ishga aloqador savollardan. Sind Sie bereit für Schicht und Wochenende arbeiten? Ya'ni mana shunaqa savol kelsa, buni tarjimasi dam olish kunlari va shiftda ishlashga tayyormisiz? Ya'ni ba'zi bir shunaqa kasblar bor, deylik hamshiralik yoki masalan avtobus haydovchilari yoki yana kim bilmadim, bironta restoranda ishlaydigan oshpazlar, boshqalar shanba va yakshanba kunlari ham ishlashga to'g'ri keladi. Yoki shift qilib, masalan, ertalab 6 dan kimdir 2 gacha ishlaydi, kimdir 2 dan obetdagi 2 dan keyin kechki paytgacha ishlaydigan qilmasdan bo'linib ishlaydi va bu shunaqa ishxonalarda o'sha shift bilan ishlashga tayyor kadrlar juda ham muhim. Chunki ba'zi birovlar bo'ladi, "Yo'q, men xohlamayman, bir qarasa ertalab ishim boshlanadi, bir qarasa obeddan keyin boshlaydi, bunaqa ish xohlamayman, menga bir xil, masalan, ertalab 8 da boshlansa, obeddan keyin 4 da 5 da tugasin, bo'ldi, men boshlanishni xohlamayman" deydiganlar bo'ladi. Shuning uchun ham bu savol ham tez-tez bo'ladi. Bu ham endi oddiy savol, o'zingizdan kelib chiqib tayyor o'zingiz, ha albatta men bu kasbda smenali ish va dam olish kunlarida ishlashni odatiy hol deb yaxshi bilaman va bunga tayyorman deb. Biz o'zbeklar endi odatda boyaginday agressiv emas. Juda ham kelishuvchanmiz odatda o'zbeklar. Ayniqsa ishxonada juda bilmam 10 tadan bittami, 50 tadan bitta odam juda ham bir osmon gap qaytaradigan yoki hamma bilan olishib yuradigan bo'lmasa, odatda boshqa xalqlarga solishtirganda men o'zim hayotdan kelib chiqib aytaman, biz o'zbeklar juda ham kelishuvchan va moslashuvchanmiz. Buni men o'zimga ham ko'p aytishgan. Odatda o'zbeklarga bu plyusga o'ynaydi. Mana Rossiyalarda ishlaganda ham, Koreyada ishlaganda ham o'zbek ishchilarni odatda ish beruvchilar yaxshi ko'rib qoladi. Deydi, o'zbeklar zo'r deydi, malades deydi, mehnatdan ham qochmaydi deydi, vaziyatingni ham tushunadi deydi, har doim yordamga tayyor deydi, og'ir vaziyatda deydi, bosadi, qaytmaydi deydi. Shuning uchun o'zi boyagi stresli vaziyatlar, jamoada ishlash, mana bu kritik degan narsalarga hayotda endi biz yaxshi eplaymiz bunaqa holatlarni. Endi buni mana bu suhbat davomida so'z bilan ham tushuntirib bersangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Eng bir anaqa savollardan nima desak bo'ladi bu savolni, endi bir qiziqarli savol deb qo'ya qolamiz. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
5 yildan keyin siz o'zingizni qayerda ko'rasiz? Bu savolni berilishidan maqsad ya'ni siz inson sifatida ham yoki o'sha kasb egasi sifatida ham o'sishingizni kompaniya ham xohlaydi. Shuning uchun ham bu savolni beradi. 5 yildan keyin o'sha ishda yoki Ausbildungda bo'lsa, nima qilmoqchisan, o'zing qayerda ko'ryapsan degan savol albatta bo'ladi. Bunga ham qanaqa javob berish kerak? 5 yildan keyin yaxshi tajriba egallab, o'sha o'zimni sohamni mutaxassisi bo'lishni yoki deylik bilmadim ma'lum bir turdagi loyihalarni qilishni, bu endi kasbdan kelib chiqdi. Deylik dasturchi bo'ladigan bo'lsa, senior darajaga chiqishni, software arxitektor bo'lishni, katta proyektga o'zim javobgar shaxs bo'lishni yoki elektrik bo'lsangiz ham men 5 yildan keyin o'sha yaxshi o'zim kasbimni egallab bir jamoani boshqaradigan darajaga chiqishni, mana shunaqa bir yaxshi marralarni egallashni xohlayman ko'rinishida bunga ham javob berish kerak. Was machen Sie, wenn Sie eine Frage nicht verstehen? Bunaqa savollar ham bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yo'q, bu savol emas, bu holatga nisbatan yozgan ekanman. Uzr, shu yerda ozgina adashdim. Ya'ni suhbat bo'layotgan jarayonda nemis tili bizga begona til bo'lgani uchun bu qolishi mumkin, siz tushunmay qolishingiz mumkin. Savolga yoki ularni javobiga, gapiga qo'rqinchli emas. Bunaqa paytda Entschuldigung, könnten Sie bitte wiederholen? Ich habe nicht so gut verstanden yoki die Verbindung war schlecht, internet masalan yomon bo'lsa, könnten Sie die Frage bitte wiederholen deb yana so'rash ayb emas. Bu narsani o'tgan videoda ham tushuntirgandim. Qaytarib so'rash mumkin va albatta so'rash kerak. Buni yomon joyi yo'q. Nemislar ham buni odatda endi 80-90% nemislar deylik mayli. Nemislar to'g'ri tushunadi va sizga iloji boricha yordam beradi. Endi eng asosiy nuqta siz beradigan savollar. Ya'ni suhbatdan oldin kompaniyani o'rganib chiqqandan keyin u kompaniya haqida, loyihalari haqida, odatiy ish kuni yoki boshqa ko'rinishdagi savollarni albatta tayyorlab qo'ying. Buni endi nima deydi, o'zingizni majburlab nimadir savol berishim kerak ko'rinishda emas. Rostdan o'sha kompaniyaga qiziqing. Nima kompaniya o'zi u? Germaniyadagi firma ekan degani u hamma narsa zo'r, u yoqda hamma narsa dahshat degani emas. Bu yerda ham ishni tanlab siz qani nima kompaniya ekan bu o'zi, kichkina kompaniya emasmi, juda ham chekka joyda emasmi, yomon to'lamaydimi o'zi, nima ish qiladi o'zi, masalan kelib turib tam yaxshi elektriksizda kelib olib faqat sim tortib yurmaysizmi bilmadim yoki mana shunaqa oddiy narsa bilan qolib ketmaysizmi, shular narsalarni surishtirib o'sha kompaniya haqida albatta o'rganib savollar tayyorlab qo'ying. Odatiy bu yerda savollarni sizlarga tayyorlab qo'yganman. Masalan, visit ein typischer Arbeitstag aus. Odatiy ish kuni sizlarda qanaqa? Masalan, hamma ofisga yig'iladi, keyin ish boshlanadimi yoki to'g'ridan-to'g'ri proyektga boriladimi yoki majlis bilan boshlanadimi? Oddiy mana shunaqa ish kunini tushuntirishadi. Wie läuft die Einarbeitung in den ersten Wochen ab? Birinchi haftada o'sha ishga kirishish, ish boshlash qanday bo'ladi o'zi? Birinchi haftalarda moslashish jarayoni qanday bo'ladi? Bu ham qiziq bo'lishi mumkin yoki agar Ausbildungchi bo'ladigan bo'lsa, gibt es andere Auszubildende in Unternehmen? Yoki deylik siz injenersiz, gibt es andere Ingenieuren in meinem Team deb jamoada boshqa yana injenerlar bormi? Jamoada necha kishimiz kabi ko'rinishida savollar tayyorlashingiz mumkin. Eng yaxshi savollardan biri bu. Bu yerga yozishni esdan chiqaribman. Meni qanday vazifa kutyapti? Men nima qilaman? Mana siz meni ishga yollayapsiz. Nima kutyapsiz mendan? Qanaqa vazifalar kutyapsiz? Qanaqa ish qilishimni kutyapsiz degan savol. Bu men o'ylaymanki har bitta odam o'ziga ham qiziq, ya'ni ishga borgandan keyin o'zi nima ish qiladi, u nima bilan band bo'lishi, buni ham so'rash mumkin. Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt es? Ya'ni qayta o'qish uchun, bir tajribani oshirish uchun, malaka oshirish uchun qanaqa imkoniyatlar bor sizda? Kabi savolni ham so'rash mumkin. Endi to'g'ridan-to'g'ri so'ramagan ma'qul bo'lgan savollar bor. Bu qachon ta'tilga chiqaman, oyligim qancha, bilmadim, yana bir kompaniyangiz nima ish qiladi, masalan, boya aytgandek kompaniya haqida o'rganmagan bo'lsangiz, mana shunaqa savol berib qo'ysangiz, bu ham
ularda sal negativ tushuncha paydo qilishi mumkin mana shunaqa ko'rinishdagi savollar. Nemislar juda ham formal xalq, ya'ni rasmiy xalq. Hali Germaniyaga kelsangiz ko'rasiz, hamma xatni boshini Sehr geehrte Damen und Herren yoki Sehr geehrte Herr Müller, Sehr geehrte Frau Zelena qilib boshlashingiz kerak. Ya'ni hurmatli xonimlar va janoblar deb. Bizda masalan shunda telefonga kirib turib, palonchi aka, assalomu alaykum palonchi aka deb ketaveramiz-ku. Bular yo'q, ana shu o'ta rasmiy qilib murojaat qiladi bir-biriga, tanimagan bo'lsa, albatta tanimagan holatda. Suhbat ham xuddi shunaqa, mana bunaqa rasmiy, chiroyli suhbatga tayyorlanishingiz kerak. Bular qisqa suhbatga tayyorgarlik haqida, ya'ni o'sha kompaniya haqida yaxshilab o'rganing, zaif tomonlaringizni ularga yechim bilan ayting, kamida ikkita sifatli savol bering, kamida ikkita savol haqida kimdir so'radi, 10 ta berishim kerakmi, bitta berishim kerakmi deb ana u kuni yo'q, kamida ikkita savol, bo'lmasa 3 ta yo 5 tagacha maksimal bersa bo'ladi. Va albatta suhbatdan keyin 200 soatdan keyin chiroyli qilib sun'iy intellekt yordamida yozsa bo'ladi. Masalan, Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für eure Interview für heute. Ich war sehr begeistert und froh. Es war sehr leicht für mich. Mana shunaqa chiroyli qilib o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, suhbat uchun katta rahmat. Men o'zim yaxshi his qildim. Yaxshi suhbat bo'ldi. Kompaniyangiz yanada qiziqishim ortdi kabi ko'rinishda rahmat xatini albatta yozib olsa, sizga plyusga o'ynaydi bu ham. Umumiy ishga suhbat haqida shu, o'zi ham 36 daqiqa gapiribman. O'ylaymanki, sabringlar yetadi oxirigacha ko'rishga va videolarni albatta 2 marta, 3 marta qayta ko'rish foydali bo'ladi. Chunki baribir bir martada hamma narsani to'liq tiniq tushunib ola olmasligingiz mumkin. Savolinglar bo'lsa, guruhda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu tematika yana davom etadi. Ishga suhbatga tayyorlanish o'zi bitta ikkita video bilan, bir ikkita prezentatsiya va PDFlar bilan tugab qolmaydi. Bu cheksiz davom etadigan narsa. Video darsliklar hammasi tayyor bo'lgandan keyin o'tirib oradan, guruhda oramizdan tanlab olib suhbat qilishni boshlaymiz. Yoki kimdir ishga suhbatga deylik taklif olsa, o'sha ish suhbatidan oldin o'tirib u bilan albatta suhbat qilamiz. Bu boshqalarga ham tajriba bo'ladi, o'sha insonning o'ziga ham tajriba bo'ladi. Bu hozir o'rganilishi kerak bo'lgan narsalar, ba'ziviy eng muhim, aniq narsalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'rganishdan to'xtamang. Germaniyaga kelish, ishlash shunaqa bosh og'riqlardan iborat narsa. Buni normal qabul qiling. Bor shu. Ya'ni Yevropadagi rivojlangan davlatga kelish oson bo'lmaydi. Bu narsani har doim aytaman va har safar aytaveraman. O'ylaymanki, charchatib qo'ymayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.